Xitayninki Wuhan şehrinde paydo bo'lgan bu virus hozir butun dunyoga yeyilyotidi. Ve Xitoy taraf biz kontrol ostiga oldik deyotgan jarayonda, ama Yevropada pek ig'irlashyotidi. Misoliga, shu 21-yillarda 1300 qadam o'ldi. Yani bu ölümninki soniga qaraydigan bo'lsak, Xitoyninki 2 hasdan ko'proq. Yani hazır ölgen sanla sanınki rakamlarınki %58 ve %60'ı Avrupa'da meydan kilovatıdı. Ve şundakla bu Amerika'ya mı yeyilyotidi? New York şehir merkezi olup Amerika'da mı bundak bir iğirlik başlavatıdı? Demek Xitay özünü kutkuzu aldım dep hazır dünyaya özününki planlarını, özününki tecrübelerini ortaklaşışqa tirişiyotidi. Nurgun devletlerge yardım kılıman dep ki bu devletlerimiz Xitay bilan yaqin bo'lgan devletler, misal İtalyan deymiz, Gretsiya deymiz dep. Ama Amerika'daki yoki Avrupa'nın çoğun devletleridek devletler bilan çoğunkur bir şekilde tehi bir hemkarlık kığını yok. Bunun sebebi birisi şu siyasi chetdan, hemen degende Xitay bunu tanlab hemkarlık kılıvatıdı. İkincisi dünya bilan bu kasalga qarshi, yuqumli kasalga qarshi hemkarlık kılalaydigan asas kuruluşları ve sistemi yok. Şununla bu kasal yeyilip ketbardı ve bu kaçan kontrol ostiga alalaydı. Bu mesele hakkında tehi bir ortak göz qarash yok. Hem de bu kasalga qarta hazır ilip beriyotgan çarenin birisi hem devlet özününki kesilini özü davalash deyli. Xitayni misali olgandimi, Xitay hazır deydi bizde 0 kasal paydo bo'lyotidi deydi. Paydo bo'lgan kasallarni shu chet eldan kirib qolganlar deydi. Tabii bazı Xitaylar ishonmayotidi bu qanday 0 bo'ladi deb. Hem de bu Xitayninki matbuotlarda degandek bazıları saqayıp tekrarlagan ahvollar bor deydi. Aslında bu xil virus kasallar agar de saqaygan bo'lsa, vücutta antikor degan bir narsa paydo bo'ldi degan gap. O paydo bo'lgandan keyin bu kasalga qarshi o'zininki bu immunite degan qobiliyatni kuchlantirdi degan gap. Yani bu kuchlangachga bu kasal tekrarlanmaydi degan gap. Ama Xitoyda tekrarlangan qargan chaqda ya bu kasal saqaymidi ya ki bu kasalning boshqa bir xil bir mutasyon o'tkazgan bir ahvol bor deb o'ylasak bo'ladi. Xitoy ama bu xil qattiqqo'llik bilan ilib borgan chora bilan hozir dunyoga uni tunishtiryotidi. Biz shunday qilg'ashqa, misol Xitoy nima qildi? Xalqni uyiga solib etdi. Uylarni mixlab etdi. Binanınki eshiklarni solib etdi ve mixlab etdi. Aç qolgan insonlar qaqshab dardini har yerga anglitishga tirishdi. Saralarda, yezlarda bütün yollarni to'sib etdi. Kamyon bilan to'sab, hech kimni mang'izmaydigan qilib etdi. Bunda bir qattiqqo'llik bu çare uslubu bu g'arb devletlerde qilib bo'lmaydi endi buni. Ama Xitoy deydi, muşta qilgan taqdirda ondan keyin bu kasalning oldini og'ili bo'ladi deydi. Ve nurg'un devletlarni bu Xitoy agarda shunday tadbirni ola olgan bo'lsa, undaqda bizmi shunga qarab olsak deydiganlarmi paydo bo'ldi. Ama bununla birlikte aslında Xitoy şu xalqaradagi o o'rnini texmo kuchlantirishga tirishdi. Misalga Amerika qarshi mana men şu dunyoga shunday bir yetakchilik qila olaman. Mayli bu iqtisodda bo'lsin, mayli bu kasallikda bo'lsin, men buni qila olaman degan uchurni beryotidi. Bunun qarshi Amerika mı norozi? Shunga hozir hamma davlat o'z oldiga çare tepip bu işini kılışı bunda hazır men degandek ahvollar paydo bo'ladi. Ertugün misalga birisi saqaydi, birisi kasal bo'ldi deb, yani shunday ahvollarga chiqish mumkin.
Yani bir rayondaki saqayğan bilan başqa bir rayondaki saqaymısıma, o rayondaki kasallik yana şu saqayğan rayonlarıma ta'sir yetkizalaydi. Ondaqda bu ikinci xil bir tedbir çare buluş mümkün. Bu bolsa şu rayon xarakterlik. Misalga G'arb devletler birlikte bunu bu kasalga qarshi çare tedbirlerini qilish. Misalga deyli Asya devletleri veya ki şu Müslüman dünyası deyli. Fakat G'arb dünyasından başka Asya'nı desek, misal Asya'da nurgun nesler birbirisi bilan farklı. Misalga coğrafya, iklim, şu kıymet qaraşları, hamkorlik teşkilatları, bununki asas kuruluşları hemmisi ayrı-ayrı. Şununla birlikte kılmakma undaq asan emas, hem de bu kasalga karşı bunda bir ortak sistem yok bir yerde. Müslüman dünyası tegimi bundaq buludu. Hem de G'arb devleti biraz yaxşırak ala qarğan çağda, ama Amerika Avrupa arasındaki bir kasalga karşı bir hamkorlik sistemini kurgulu buludu aslında. Ama Amerika bilan Avrupa'nın arasındaki bu ticari uğraşından payda bo'lgan bazı jiriklikler var. Bu jiriklik münasebetinden tüpeyli bular hamkorlik qilolmayotdi. Eğer de qilgan taqdirda bu Avrupa'daki bu ig'ir ahvolni tuzatishga ehtimoli bo'ladi deb o'ylayman. Bunda bir paytda hamda Xitoy yolg'iz beshiga dunyoga men yetakchilik qilaman bu jihatdan degan gapimni o'tmaydigan bir ahvol bo'lib qoladi. Yana bir xil çare tedbir bo'lsa, şu bütün dünyaviy qilish lazım. Misalga şu dünyadaki bütün devletler, şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki bu sıhhiye bölümünün ki yetekçiliğinde hem devlet birlikte hareket qilishni eğer de amallaştırılırsa mush kasalga karşı, o vaqtda belki bir abaqa degandek kasallarning yeyilib ketishi, u yoqqa bu yoqqa ketishi yoki bir rayonning kasalini saqaytganda yan bir rayonga yuqmasligi degandek shunday ahvollarni oldini og'il bo'ludi hamda. Bunda bir paytda o zaman şu Amerika onundaki bu yerda bir yetakchilik bo'lalaydi, Xitoy bu yerda yetakchilik bo'lamaydi. Bunda bir ahvol nima, misalga Xitoy belki xohlamaydi. Amerika mintaqi bunda bir ishni qilayli deydigan bir ko'z qarashmi yo'q. Birleşken Devletler Teşkilatı şu Suriye bölümü bu daki şu virüs meselesinde yaxshi bir nima qilamadı, yani hizmet qilamadı. Baştalı bu kasal dunyoga yeyilmaydigan bir kasal dedi. Xitoyninki gibini depirishga tirishdi. Shuning bilan kasal yeyilib ketgandan keyin, ondan keyin buni jiddiy qarmasak bo'lmaydi ki buni jiddiy tedbir alayli dedi, ama gibi endi o'tmaydigan bir haliga kelib qoldi. En başta ajda qilish lozimdi. Hozir ham devlet özününki rayondan, özününki teritoriyanın içindeki kasallikka karşı tedbirlerini ilvadıdı. Bütün bu tedbirler ondan keyin şu xalqaro ticaret, xalqaro iqtisodiy ve insanların ki normal faaliyetleri, misalga ilmiy faaliyetler deyliz, turist faaliyetleri deyli, xil faaliyetlerin hemmini to'sigan bo'ldi. Nurg'un odam endi uyda şu karantina ahvalda tushib qoldi. Shuningga bugünkü bu dünyani ta'sir qilgan bundaq bir kasalni aslında dunyoviy bundaq bir faoliyati bilan hal qilish lozimdi. Ama hozirgi ahvol qarag'an chog'da hammasi o'z oldiga qilyotidi ve bundaq bir ahvolda abayman degandek hem kasalni umumiy yüzünde bundaq hal qilishmi qiyin, hem de ticari iqtisod faoliyatlarga to'siq qilyotidi, hem de insanlarning normal turmushiga ziyon beryotidi.